ikki xona o'rta etajdan tayyor remontli uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun bizlar bilan Chilonzor tumani 19-kvartalda joylashgan 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimizning asosiy xonasi, mehmonxonamiz, o'zining yumshoq mebellari, TV zonalari ko'rib turganinglarda bu yerda esa oshxonamizni o'rnini balkonga ko'chirib, bu yerda bolalar xonasiga o'zgartirilgan. Ko'rib turganinglarda uyimiz 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan bo'ladi. Oshxonamiz esa balkonga ko'chirilgan. 1,5 ga 3 bo'lgan balkonda egalarimiz tomonidan oshxonaga o'zgartirilib, kerakli barcha mebel va texnikani yaxshi sifatlisidan qo'yib qo'yilgan. Ko'rib turganinglarda yangi pachka. Uyimiz 4 qavatli binoning 2-qavatda joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 48 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi, sifat va rang uyg'unligiga alohida e'tibor berilgan. Ko'rib turganinglarda kerakli barcha mebel va texnika yaxshisidan qo'yilgan bu yerda ham. Gravni ichidan kirib kelish, o'zining razdельный sanuzolimiz bo'ladi bu yerda. Vanna. Hojatxonamiz. Gravni eshiklari almashtirilgan. Stroyni shkaflar, eshiklar qo'yib qo'yilgan. Ushbu uyimizda ijaraga berib ham bemalol 500-600 dollardan har oy daromad olsangiz bo'ladi. Ushbu uyimizning mo'ljali keladigan bo'lsa, Chilonzor 19-kvartal shundoq bozorchaning orqasida joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 74.500 AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.